2026 год, 15 апреля, у ребенка 98% головного мозга нету, гидроцефалия. Вот ребенок. Сейчас у нас лежит и получает стационарное лечение. Ничего было кигенеге? Dushanba kuni keldik. Уже третий день сегодня, второй день оказывается. Второй день лечения. Давайте спросим, что лучше, что хуже. Kim bo'lib kiyinlagan nima yaxshi, nima yomon o'zgarishlar? Ko'p uxlardi. Normal uxlash hozir. Kasha ichishni tashlab ketdi lekin. Sutgan tortmayapti butkani. Hozir tortib qoldi. Yo'q, hozir ham kasha ichmayman, faqat vodka ichaman. Ha, vodka. Endi 2 kundan beri yaxshimi? Bo'ldi, endi bir 10 kundan keyin olamiz, yaxshi bo'ladi. Kelishdik. Vodkani ichiga uyda qilingan sariq maydon qo'shib beryapman ya. Sariq moy uydiki bo'lsa mayli, lekin qovurilgan sariyog' u o't bilan jigarni buzib qo'yadi. Keyin qustirib yuboradi. O'zi agar haqiqiy bolalarning smesi bo'lsa, nima, молочный рисовый kashar. O'zi uning ichida sariyog'i bo'ladi, uni oshiqcha bermang. Bermayman. Nima qilasiz? Bilmaydi-da, oshqozonchani buzib qo'ymang yana. Ya bitta ozroq bering bu. O'zi berarmidingiz-da? Ha, ichi kelmasdi-da. Shunga berardim. Sog'lom ichak beryapsiz-ku. Kechadan beri ichi yaxshi keldi. Bo'ldi.